Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevar kitobxonlar. Biz Safarobod tuman axborot kutubxona markazida O'zbekiston Respublikasi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaning 155 yillik yaratilishlar mahoratli kutubxonachi loyihasi asosida juda ko'plab tadbirlar tashkil etyapmiz. Shu bilan bir qatorda ushbu reja asosida kutubxonachining bir kuni loyihasi ham rejalashtirilgan. Ushbu tadbir rejasiga asosan biz Safarobod tuman axborot kutubxonasi markazida faoliyat yuritayotgan abonent va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish mutaxassisi Mama Yusupova bilan o'zaro savol-javob suhbat o'tkazmoqchimiz. Nima uchun kutubxonachilik sohasini tanlagansiz? Ushbu savolga qanday javob bersam ekan? Kutubxonachilik sohasiga o'zi asli uncha qiziqishim bo'lmagan. Bu sohaga dadam olib kelganlar. Men o'zim dadam o'zi buxgalter bo'lganlar. Dadamga o'xshagan hisobchi buxgalter bo'laman degan orzusida bo'lganman. Dadam lekin yo o'qituvchi yo hamshira bo'lasan degan talablar qo'ygan. Chunki bizni yoshlik davrimizda qizlarni uncha o'qitishmasdi. Boshqa sohani tanlab o'qimoqchi bo'lganman. Lekin dadam kutubxonachilik sohasiga olib kelgan. U paytlar bilmaganman, bunaqa kutubxonachilik sohasini yaxshi ko'rib, sizdan mehr qo'yishimni umuman o'ylamaganman. Kutubxonachilik sohasi menga butun bir dunyo bo'lgan. Juda qiziqarli bo'lgan shu maktab kutubxonachilari bilan birga ishlashib, maktabda boshlagan faoliyatimni axborot resurs markazida. Shundan kutubxona sohasiga kelib qiziqib qolganman. Yaxshi, rahmat. O'z kasbingiz bilan faxrlanasizmi? Albatta, juda faxrlanaman. Biz Ziyo maskanda ishlaymiz. Ziyo maskanda ziyo tarqatib, o'quvchilarga, kitobxonlarga bor bilim tarqatishga harakat qilamiz, ziyo ulashishga harakat qilamiz. Yaxshi. Kutubxona o'zi siz uchun nima? Kutubxona birinchi o'rinda men uchun xazinalar makoni. Xazinalar makoni. Yoshligimda bo'lardim shu. Ko'rgan kitob faqat meniki bo'lsa deb o'ylardim. Kitob faqat meniki bo'lsin. Men kitobga yoshlikdan kitobga qiziqishim bo'lgan, lekin kutubxonachilik sohasiga emas. Keyinchalik bildim kutubxonaga kelib xazinalar makoni ekan, butun dunyo ekanligini. Hozir kutubxona ikkinchi uyim desam ham bo'ladi. Uyimdan-da ko'proq kutubxonada bo'laman. Kitobxonlar bilan ishlash jarayonlari, hamkasblar bilan ishlash men uchun juda qiziqarli. Yana bir tabiiy savol bermoqchiman. Masalan, har xil kitobxonlar bor-da. Shunda foydalanuvchilar deylik. Foydalanuvchilar kelyapti, sizga asarlarni chatoqroq, masalan, asabiylashib kelsa, siz masalan qanday muomala qilasiz foydalanuvchilarga? Bu mening ish jarayonimda bo'lgan. Bunaqa voqealar bo'lib turadi, uchrab turadi. To'g'risi o'sha birinchi kelgan kutubxona sohasida ishlayotganda juda qo'rqardim. Ichimda hadid bo'lardi. Nima deydi? Ular agressiv bo'lsa meni nima deydi, o'zim tutib turolmagan paytlarim ham bo'lgan. Meni shu kutubxona sohasidagi ustozlarimdan biri juda katta yo'nalish bergan. Asli kutubxonachi umuman olganda har sohani bilish kerak. U psixolog, u o'qituvchi, u shifokor, u quruvchi, u misol uchun IT sohasi mutaxassisi bo'lishi kerak deb o'qitilgandan keyin foydalanuvchilar bilan muloqotni o'rgatgandan keyin, chiroyli muloqotni o'rgatgandan keyin shundan o'rganib hozir kelgan kitobxonlarni deyarli yaxshi kutib olishga, yaxshi sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Yaxshi. Eng so'nggi so'zimiz, masalan shu kutubxonachilik sohasida qanday fikr-mulohazalaringiz bor? Masalan, o'zingizda fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Kutubxonachilik sohasidami? Kutubxonachilikni biz birinchi o'qituvchimizni yo bizni davolagan shifokorimizni eslaymiz, esimizda qoladi. Xuddi shunday kutubxonachilarni ham shunday eslab qolishlarini, ularni undan-da yuqori
hurmat qilishlarini, e'tirof etishlarini juda xohlardim. Chunki bizni ishimiz bor, unaqa ko'rinmaydi. Kutubxonani ichida o'tadi, lekin jamiyatdagi o'rnini juda yuqori bo'lishini xohlagan bo'lardim. Demak, kutubxonachilik jarayonida, kutubxonachilik bo'yicha shu kasblaringiz mashaqqatli, lekin e'tirof etilishini xohlaysiz. Juda xohlardim. Sizning kasbiy faoliyatingizga rivojlar tilaymiz, zafarlar tilaymiz. Mana shu sohalar bo'yicha yutuqlar olishingizni, mukofotlar olishingizni so'rab qolamiz. Mazmunli suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat.